Assalomu alaykum do'stlar. Kimda-kim Toshkent avtovokzalidamiz biz. Kimda-kim Moskvaga yoki bo'lmasa Sankt-Peterburgga ketmoqchi bo'lsanglar, Toshkent avtovokzalidan reyslar bor. Komfortabilniy, cho'tka avtobuslarda zaryadniy устройство, monitor, kuler hamma sharoitlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerlar qo'yamiz. Bitta O'zbekiston, bitta rossiyskiy nomer bo'ladi. Sankt-Peterburgga dushanba va juma kunida haftada 2 marta bez пересадка, Moskvada to'xtab qoldi yo boshqa muammo yo'q. Primoy reyslar bilan avtovokzalga Nabережный avtovokzal Sankt-Peterburggacha borsanglar bo'ladi. Moskvaga bormoqchi bo'lganlarga haftasiga 6 marta reyslarimiz bo'lyapti. Avtovokzaldan Primoy reyslar bilan qo'linglarda biletlar bilan ketsanglar bo'ladi do'stlar. Dushanbadan shanbagacha Moskvaga reyslar. Обратно qaytmoqchi bo'lganlarga Moskvadan har kuni reyslar. Sankt-Peterburgdan telefon qilasizlar, rossiyskiy nomerlarni qo'yamiz do'stlar. Haftasiga 2 marta reys bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerlar turibdi. Do'stlar, bitta laykni bosib, podpiskani bosinglar. Avtobuslarimiz hammasi chotki, komfortabilniy yangi avtobuslar. Sog' bo'linglar.